Flori esa 50 tacha so'z va bir nechta gapni yodlash xususiyatiga ega ekan. Qadrli muxlislar, biz bu ma'lumotlarni bejiz keltirmadik, chunki ayni shu daqiqalarda biz o'z xonadonida mana shunday to'tiqushlarni boqib ko'paytirayotgan oila haqida tayyorlangan ajoyib bir lavhani e'tiboringizga havola etmoqchiman. Namangan viloyatidagi muxbirimiz shu vaqtda bir ajoyib lavha tayyorlagan, sizga zavq bag'ishlaydi degan umiddamiz. Tomosha qilamiz. Mangi kun shukuhi inson kayfiyatiga ko'tarinkilik baxsh etsa, zavq ulashsa, ishda unum, baraka bo'lishi tabiiy. Namangan shahrining Axsikent mahallasida istiqomat qiluvchi qushchilar sulolasining 3-avlodi Bahodir Qahhorov xonadoniga kirsangiz bormi? Rang-barang tabiat mo'jizalari, qushlar olamining o'ziga xos chug'ur-chug'uri sayrashi e'tiboringizni tortadi. Xonadonda asosan to'tiqushlarning noyob turlari parvarishlanadi. Bizning xonadonda erta tongda shu qushlarni sayrashi bilan hamma uyg'onadi. Amerika, Braziliyada yashaydi. Bu qizil ara deb nomlanadi bu turda. 150 yil yashaydi. Lekin yaxshi sharoit bo'lib uyda boqilsa bu 200 yilgacha ham yashashi mumkin. 100 yilgacha bola berishi mumkin ara turlari. Juftini butun umrga tanlaydi ko'proq, o'zi tanlagan jufi bilan umrini oxirigacha yashaydi. Buni boqqan insonlarda yomon fazilatlar bo'lmaydi. Ha, insonda ishtiyoq, go'zallikka oshnolik, tabiatga chin dildan mehr bo'lsa, xayrli ishlar samarasi ko'ngillarni obod etaverar ekan. Jonivorlarga bo'lgan mehr ularni parvarishlash uchun yaratilgan sharoitlardan ham ko'rinib turibdi. Yana bir ahamiyatli jihat, oila a'zolarining bandligi ta'minlangan. Qush ishqibozlariga to'tiqushlarning noyob turlarini ko'paytirib, ularga yetkazib berish orqali xonadon ham o'ziga yarasha daromad topmoqda. Farzandlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tayotgani, tabiatga mehr qo'yib ulg'ayayotgani quvonarli. Yana bir jihat, to'tiqushlar turkumiga kiruvchi mana bu kakadu eng qadimiy tur bo'lib, boshqalarga qaraganda ancha aqlli, odamlar orasida bo'lishni yoqtiradi. Abubakir, nima harakat? Yong'oq chaqish. Ertalab maktabga ketganimda qushlarimga qarab ketaman. Kelganimda ham qarayman. Men qushlarimga ovqat beraman. Yong'oqni chaqib beraman. Ara, ko'proq, olma, anor, yong'oq bilan oziqlanadi. Endi gapirishga o'rgatyapmiz. Kelajakda mening oilam bo'ladi. Oilamda qushlarni parvarish qilaman, gullarni parvarish qilaman. Darvoqe xonadonda o'rdaklar, oq rangli tovuslarga ham guvoh bo'lasiz. Lavhamiz qahramonining ta'kidlashicha, yaqin 2 yil ichida ularning soni 300 taga. Ayni paytda xonadonda mavjud bo'lgan 100 juft to'tining soni bu fursatda 400 taga yetadi.